mana shu ikkita modelimizni tavsiya qilaman. Bu modelimizda massajyor apparat ganteli bor. Shu sababli bu modelimizda qulayligi ko'p. Videoda maqsad bittasini yaxshilab, bittasini yomonlash emas. Nega aynan bularligini video davomida ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Showroomga kelib, begovoy daroshka xarid qilayotganda eng ko'p beriladigan savollardan bittasi, "Men uyimga begovoy daroshka olmoqchiman, baquvvat bo'lsin, uzoq xizmat qilsin, katta ham bo'lmasin, kichkina ham bo'lmasin" deb so'raydigan mijozlarimizga uka sifatida men mana shu ikkita modelimizni tavsiya qilaman. PG555 hamda PG730 begovoy daroshkasi. Nega aynan bularligini video davomida ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Shunaqa foydali hamda samimiy berilgan ma'lumotli videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sababi bizning kanalimizga bunaqa foydali videolardan ko'plab joylab boramiz. Bemalol o'tib, ko'rib foydalansanglar bo'ladi. Endi bu ikkala begovoy daroshkamizning umumiy obzoriga keladigan bo'lsak, PG555 begovoy daroshkamizdan boshlaymiz. Bu begovoy daroshkamiz 140 kilogacha bo'lgan, foydalanuvchi insonlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Standart modelimiz hisoblanadi. Komplektida massajyor apparat, gantel, press qiladigan stolkasi bo'ladi. Bundan tashqari upravleniyasi knopkalarda hamda joystick sensor ekranida bo'ladi. O'zining kichkina LCD displeyda puls, kalori, skorost kerakli hamma danliklarni ko'rsatib beradi. Amortizatorlari kauchukdan ishlangan bo'ladi. Eniga kengligi 52, kengligi bu foydalanish uchun qulay hisoblanadi. Endi high-tech uslubda ishlangan PG730 begovoy daroshkasi keladigan bo'lsa, bu modelimiz ko'rib turganingiz dizayn italyan uslubda ishlangan bo'ladi. Aytib o'tgandek high-tech versiyada ishlangan. 150 kilogacha bo'lgan bemalol ishlatuvchi odamlarni ko'tara olishga mo'ljallangan bo'ladi. Displeyi LCD LED displeyli bo'ladi. Kerakli ma'lumotlarni ko'rib foydalanib borishingiz bo'ladi. Bundan tashqari buning upravleniyasi asosan joysticklarda hamda ekranida LED ekran joylashgan sensorda bo'ladi. Buni begovoy daroshkaning afzalligi bu qolgan begovoy daroshkalarga nisbatan ixchamroq qilib yig'ib qo'ysa bo'ladigan hisoblanadi. Agar sizga ham shunaqa sifatli begovoy daroshkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizga kelib, 20 xildan oshiq bo'lgan modellardan bemalol foydalanib ko'rib, mutaxassislarning konsultatsiyasini olib, xarid qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab o'zimiz yetkazib o'rnatib uyingizga tayyor qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga bog'lanib, bemalol aloqaga chiqib xarid qilsangiz bo'laveradi. Endi bu begovoy daroshkamizning amortizatoriga keladigan bo'lsak, amortizator bu modelimizda kauchukli bo'ladi. Bu modelimiz keladigan bo'lsa, elektromagnit bo'ladi. Albatta, elektromagnit amortizator begovoy daroshka kuchliroq hisoblanadi. Sababi yugurganda do'pillash, bo'g'imlarga tushadigan bosim ancha kam bo'ladi. Shu sababli bu modelimizda amortizator ustunroq hisoblanadi. Endi begovoy daroshkaning motoriga keladigan bo'lsak, motori bu begovoy daroshkamiz 3 ot kuchga ega bo'lgan oddiy standart mis obodkali yaxshi motor bo'ladi. Bu modelimizda 4,5 ot kuchga ega bo'lgan brushless, ya'ni cho'tkasiz motor hisoblanadi. Garantiyasi 3 yilga 5 yil. Ikkala modelimizda ham qolganlarga nisbatan kompaniyaga nisbatan ko'proq garantiya beramiz, lekin bu modelimiz eksklyuziv chiqqanligi sababli, motori brushless, ya'ni cho'tkasi bo'lganligi sababli uzoqroq xizmat qilishi uchun 5 yil garantiya beramiz. Bu modelimiz standart, qolgan modellarimizdagi 3 yil garantiya beriladi. Endi umumiy dizaynga keladigan bo'lsak, bu standart uslubda ishlangan, sal gabarit kattaroq, hovliga, podvalga agar dom bo'ladigan bo'lsa, kvadraturasi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq mos tushadi. Endi bu modelimiz keladigan bo'lsa, hovliga endi bemalol dom sharoitiga, kvartiraga, ya'ni bundan tashqari ofisga qo'yadigan bo'lsangiz ham ixcham qilib yig'ib qo'yishingiz bo'ladigan model hisoblanganligi uchun bu model ko'proq mos tushadi. Endi xarakteristikasidan tashqari buni navrotlarga keladigan bo'lsak, ikkala modelimizda ham avtomatik moliyachi rejimi bor. Ikkala modelimizda ham o'zida maxsus inverter, ya'ni tok baland yoki past kelib qolganda boshqarish tizimi bor. Shu sababli ham ikkala modelimiz bu tomonlama teng hisoblanadi. Endi ishlatishga keladigan bo'lsak, qulayligiga PG555 modelimizda start stop hamda oddiy joystick yordamida yuradi. Bu modelimizda xuddi shunaqa start stop joystick yordamida yuradi. Ishlatuv bo'yicha, ya'ni boshqarish bo'yicha ikkala modelimiz teng hisoblanadi. Endi navrotlarda bu modelimizda massajyor apparat ganteli bor. Shu sababli bu modelimizda qulayligi ko'p. High-tech modellarda o'zi odatda unaqa ortiqcha narsasi bo'lmaganligi, minimalistik uslubda bo'lganligi uchun bu modelimizga unaqa narsa qo'yilmagan bo'ladi. Bundan tashqari, ya'ni ikkala modelimizdan aytib o'tish joiz bo'ladi. Bluetooth bor. Bemalol Bluetooth ulab olib, podstavkaga telefonlarni qo'yib olib, kolonkasida o'zingizga yoqtirgan narsani eshitib, foydalanib ishlatsanglar bo'laveradi. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har ikkala modelimiz ham kuchli, sifatli modellar hisoblanadi. Videoda maqsad bittasini yaxshilab, bittasini yomonlash emas. Ikkalovi yaxshi, zo'r model. Endi byudjetga qarab, o'zingizga xohlagan, sharoitingizga mos kelgan modelni tanlab ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni, begovoy tanlashda kerak bo'ladigan motori, amortizator to'g'risida kerak bo'ladigan videolarni hammasini biz alohida video shaklda ishlaganmiz. Bemalol kanalga o'tib, ko'rib, xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa sifatli trenajyorlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqib, bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Power Gym sifatli trenajyorlar brendi.